Qo'ylaringiz nima sababdan o'smay qolyapti? Chechak kasalligiga chalindimi? Yo onasini emmay qoldimi? Siz sovliq qo'y boqasiz, a? Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Agar qo'y boqmasangiz ham videoni o'tkazib yubormang. Juda ham kerakli ma'lumotlar. Do'stlaringiz qo'y boqar, opa-singillar, aka-ukalar, jigarlar, ularga yuborib qo'ying. Obuna bo'ling, like tugmachasini ham bosib qo'ying. Qo'ylar nima sababdan ko'p kasallanadi? Ayniqsa qo'zichoqlar. Ularga vitamin yetishmasligidan, shamol joyga turganidan ko'p kasallanadi. Fosfor, kalsiy yetishmasligidan. Albatta qo'zichoqlaringizga oldida har doim yem bo'lsin, lekin o'ta ko'p emas. Oshqozoni hazm qilmay qoladi. Hech ham erta tongda quyosh chiqmasdan boqay qo'zilarimda deb shuduringga boqmang. Bu ham kasallik keltirib chiqaradi. Agar bittasida bo'lsa-da chechak kasalligi sezdingizmi, darhol alohida qo'ying. Agar sovliq qo'ylar bilan qo'zilarni birga boqsangiz, bitta joyda tursa, ayniqsa qo'rasida, ular hamma ovqatni yeb qo'yadi, ona qo'ylar, qo'zilarga kam qoladi. Iloji boricha qo'zilaringizni alohida joyga qo'ying. Joyi quruq bo'lsin. Hech ham bu kichkina-ku, suv ichmaydi-ku deb suvsiz holatda qoldirmang. Har doim bularga kalsiy va fosforlarni berib turing. O'z vaqtida emlang. O'shanda kasalliklarga chalinmaydi. Videolarimda Instagram, TikTok, Facebook, to'liq holatda YouTube kanalida kuzatib boring. Qo'zilaringiz yangitdan tug'ilgan paytda 1-2 soatda albatta ona sutini emizsin. Negaki qo'zilar arriq va kuchsiz bo'lib o'sadi. Ona sutini har doim emayotganini kuzatib turing. Shunda qo'zichog'ingiz sog'lom ekanidan dalolat beradi. Agar qo'zilaringiz qandaydir kasallikka chalingan bo'lsa, chechak kasaliga alohida joyga olib qo'yasiz. Bu boshqa qo'zilarni xavfdan himoya qilish oddiygina usuli. Obuna bo'lib, like bosib qo'ying.